Urgen shahrında apteka, klinika, stomatologiya uchun zolotoy tochka qidirib yurganlar uchun zo'r taklifimiz bor. Aynan Urgen shahrındagi Ekstremniy больницani yana ko'rib turganlaringizning yonboshida joylashgan shu zdaniyamizda ina shu ko'rib turgan 2 etajli tayyor natural binangiz sotiladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda Urganchda muammo bo'lib turgan parkovkada bedan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek kattagina, kengina stadion bilan teng parkovkasi bor. Bemalol foydalanaverasizlar. Eng zo'r tarafi больницаning yonginasida joylashgan. Xohlasangiz apteka, xohlasangiz klinika qilishlaringiz mumkin. Masalan, UZI deymi, rentgen deymi, xullas o'zingiz biznesni planlashtirib, tüm bo'li arenda to'lab o'tiribman desangizda, to'g'ri sotib olasizlar, biznesingizni gazini bosaverasizlar. Eng zo'r joylardan biri bu yerda polnina ko'rib turganingizdek toza domla tushgan, aholi ko'p. Xohlasangiz stomatologiya sizdan ham bo'ladi. Bu yerda menimcha stomatologiya yo'q. Agar stomatologiya aytaman desangiz, stomatologiya uchun ham zo'r, apteka uchun ham zo'r variant etib taxlangan ofislarda ishlami, boshqa narsalarda ishlami, hammasi chotki, ba'zi ichanda ko'rasizlar, o'zingiz bahosini beraverasizlar. Bu yerda ko'rib turganingizdek hamma joyi ishlat tutdi, lekin hozir bu zdaniyamizda egasini pul kerak bo'lgani uchun sotib olgan. O'zi aslında apteka bo'lgan, ya'ni arenda berib qo'ygansiz, sotib oldi. O'zingiz ko'rasizlar, bahosini beraverasizlar. Girasizlar, poldan bu yerda kafelar bosilgan. Ko'rib turganingizdek kameralar ustanovka qilingan, bu birinchi etajli bo'ladi. Umumiy maydoni 50 kvadrat metr bo'ladi. Ya'ni shunning kengina zali bor, xohlasangiz xona etib bo'lasizlar. Apteka aytaman desangizlar, polni buyonni bo'lib tashlaysizlar, apteka qilaman desangizlar, dimzo'r. Sababi avval apteka bo'lgani uchun qaranglar, polni liftlari uchun bu yerda joylardan taxlab ketganlar. Ya'ni misol aptekada lift bo'lishi shart dedilar. Shuning uchun lift joylari ham bo'lgan, apteka qilaman desangizlar. Xohlasangizlar aytib o'tganlarimizning UZI, rentgen xullas bu yerni o'zingiz tanlashtirasiz, to'g'rimi? Qaranglar, birinchi etajning o'zida bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, kotelnisi tushgan bo'ladi. Polni, yana shu 2 etaj zdaniyaning kotelnisi bo'ladi, bu ko'ringlar. Bu yerda birdan rakovina tushgan, kotelni tushgan va albatta shuning yonida birinchi etajda o'zini отдельный tualet ham bor. Endi eng qiziqli joyi bor, qaranglar. Orqa tarafda xod bor bu yerda. Orqadan misol agar apteka ochadigan bo'lsangiz, polni dori paralan bu yerdan kirib chiqarib yuraverasiz. Orqa tarafda mana ko'rib turganingizdek xod bor, polni naves qilingan. Bu yerdan ham foydalansangiz bo'ladi. Orqa tarafga yana ko'rib turganingizdek polni domla tarafga chiqadi. Ya'ni mashina bemalol kirib chiqaveradi. Endi zdaniyamizda podvalni ko'rib chiqamiz. Eng zo'r joyi shuda. Podvaldan bir etajda hisoblasangiz bo'ladi. Sababi podval ham polni taxlanib turibdi. Mana qaranglar, zinalar ham akkuratni chiqqan, kafellar bosilgan. Dumam kalta emas podval, ya'ni bo'yi past emas. Mana bemalol orqadan bir odam yursa bo'ladi podvaldan. Endi ozgina sal bir bardak bo'lib turibdi, narsalar podvalga bosilgan. Zinani tenda qo'yish uchun joylar ham qilingan. Qaranglar, podvalda bu yerda yana o'zini registrlari tushgan bo'ladi. Bu yerdan ham foydalanaverasizlar. Plus bu yerda yana shunday bir dona kengina xonasi tushgan. Podvaldan ko'rib turganingizdek kameralar o'rnatilgan. Ya'ni kamera ustanovka qilingan. Va albatta bu ham pojarniy signallar displeymi polni hammasi ham nima deydi, bu ustav bo'yicha taxlangan, bu yerda ko'rib turganingizdek registrlari tushgan, xullas podvaldan ham foydalansangiz bo'ladi. Birinchi etajni to'liq ko'rsatib berdik, podvalni ham ko'rsatdik. Ko'rib turganingizdek har bir etajini 50 kvadrat metrni hisoblasangiz ham 100 kvadrat metr bor. Azat foydalanaverasizlar. Birinchi etaj ham polni kamera bilan jihozlangan. Birinchi etajning atapniyasi ko'rib turganingizdek registrli ustanovka qilingan. Registrning yonida qo'shimcha qilib cho'qli pollar ham qilingan. Ya'ni issiqqina bo'ladi. Endi ikkinchi etajini ko'rib chiqamiz. Har bir biznesda eng keraklisi bo'lgan, ya'ni ofis bo'ladi, to'g'rimi? Endi masalan apteka, klinika qilganingizdan keyin xohlasangiz bu yerda ofis qilib qo'yasiz. Klinika bo'lsa doktorxonasi bo'ladi. Bu ham remonti ajoyib taxlangan. O'zingiz ko'rib bahosini beraverasizlar. Bu ham registr bilan qizadi. Ko'rib turganingiz registrlar ham ustanovka qilingan. Bu ko'rganingiz birinchi xonamiz bo'ladi. Kelingda endi ikkinchi etajning ikkinchi xonasini ko'ramiz. Eshiklar ham ajoyib ustanovka qilingan. Qaranglar, remont ham akkuratni chiqqan. Kengina shunday kattagina xonasi tushgan bo'ladi. Fotologlarga qaranglar. Agar xohlasangizlar, misol больницада shuncha odam yotadi, uni ko'rmakka yaqinlari keladi. Shular uchun bir kunlik bir gostitsa qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, budjetni variantda bo'lasiz, kichkina bir yotib turmoqqa bo'lsa bo'ldi-ku, to'g'rimi? Больницadagilar xohlasangiz shu variantda, ya'ni shu biznesda foydalansangiz ham bo'ladi. Lekin menimcha eng zo'ri shu bir apteka, klinika yaradon yerine, shunday ofislar ham boyana ko'rib turganingizdek, suvdan, gazdan muammosi yo'q. Ikkinchi xonadan chiqasizlar, bu yerda kuxnya bo'ladi. Kuxnya, bu yerga gazni ustanovka qilasizlar, bemalol gazlar tushib turibdi, vitishkalari turibdi. Bu tarafimiz endi udobni kichkinagina shunday mebellarni ham taxlab qo'ydilar, bemalol foydalanasizlar. Bu yerda esa ustal kursini qo'ysangiz, ovqat pishadi, ishchilar yedi turadi, yana bemalol ishni gazini bosaveradi. Aynan ikkinchi etajning o'zida endi dumam ullu bo'lmasam,
üzerine sanuzeli var. Yani götürürsünüz. Bir de bemalol ustanovka qilasınız dushni va albatta unitazlarni ustanovka qilib qo'ysangiz, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xullas, Daniyani ko'rdingiz do'stlar. Apteka qilaman deysizmi, klinika qilaman deysizmi, yo bo'lmasa stomatologiya qilaman deysizmi, hammasini Getadon varianti bo'ladi. Sababi yonganingizda eksterni banlisa bor. Bu taraflarimiz uylashishgan xo'jalik ko'p. Ya'ni ko'rdingizki toza domlar qurilib yotibdi. Endi stomatologiya kerak beram baribir. Agar stomatologiya qilaman, bir normal joy bo'lsa deb turgan bo'lsangiz, yana sizlar uchun tayyor binomiz sotiladi. Narxini keladigan bo'lsak, egasi endi ko'nglim 80 ming deb tutdi. Agar haqiqiy oladigan odam bo'lsa, ustinda ajoyib etib kelish beramiz deb tutdilar. Bemalol egalaridan telefon urib, ishora kelib, ustunda o'zingiz savdosini klasslardan zo'r baholarda sotib olib, biznesingizni gazini bosaverasiz.